Assalomu alaykum, aziz muxlis. Yevropa AQSh yordami to'xtagach, Zelenskiyni qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Bugun Yevropa yetakchilari Ukraina tomonida bo'lishlarini va prezident Donald Trampning AQSh siyosatini bekor qilgan dunyoda mudofaa uchun ko'proq mablag' sarflashlarini aytdi. Yevropa bu muammoni qurollanish poygasini qabul qilish kerak va u g'alaba qozonishi kerak. Bu haqida Polsha bosh vaziri ma'lum qildi. Umuman olganda, Yevropa Rossiya bilan har qanday harbiy, moliyaviy, iqtisodiy qarama-qarshilikda g'alaba qozonishga qodir. Biz shunchaki kuchliroqmiz, deydi Tusk. Yevropa Ittifoqining ko'plab yetakchilari shu haftada Yevropa komissiyasining mudofaa xarajatlari bo'yicha fiskal moslashuvchanlikni ta'minlash va Yevropa Ittifoqi hukumatlariga o'z harbiy xarajatlari uchun qarz berish uchun birgalikda 150 milliard yevro qarz olish bo'yicha tariflarni olqishladi. Biz Ukrainani himoya qilish uchun keldik, deydi yig'ilishda raislik qilayotgan Yevropa Kengashi rahbari. U Yevropa komissiya rahbari Ursula von der Leyen bilan birga keng tabassum bilan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni iliq kutib oldi. Bu o'tgan hafta avval kabinetda Tramp va Zelenskiy o'rtasidagi to'qnashuvdan keskin farq qiladi. Ammo o'nlab yillar davomida AQShning himoyasiga tayanish, moliyalashtirish bo'yicha kelishmovchiliklar va Fransiyaning yadroviy to'siqni Yevropa uchun qanday ishlatish mumkinligini AQSh Ukrainaga harbiy yordamni muzlatib qo'ygandan so'ng Yevropa uchun Vashington qoldirgan bo'shliqni to'ldirish qanchalik qiyin bo'lishini ko'rsatdi. NATO ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yili Vashington Ukrainaga